Xo'p, demak endi sezgi yo'llari bilan tanishamiz. Sezgi o'tkazuv yo'llari ikkiga bo'linadi dedik. Idrok etiladigan, ya'ni biz anglay oladigan sezgimiz hamda idrok etilmaydigan, biz anglamaydigan sezgimizga bo'linadi. Xo'p, demak idrok etiladigan sezgilarimiz 3 turga bo'linar ekan. Ekstraretseptiv, interetseptiv hamda proprioretseptiv analizatorlardan olinadigan sezgimizga bo'linar ekan. Demak, ekstraretseptivga issiqni, sovuqni, og'riqni sezadigan retseptorlardan olinadigan ta'sirlarni sezishimiz kiradi va ularning retseptorlari teri va shilliq qavatlarida joylashgan. Interretseptiv sezgi bu ichki organlarda retseptorlardan olinadigan sezgimiz. Proprioretseptiv esa mushak bo'g'im paylarida joylashgan chuqur sezgi hisoblanadi. Retseptorlari mushak bo'g'im paylarida joylashgan hisoblanadi. Xo'p, demak bunga bosimni, taktilni, vibratsiya sezgilarini kiritishimiz mumkin. Demak, ekstraretseptivdan, ya'ni terimizda retseptorlar joylashgan temperaturani hamda og'riqni sezuvchi yo'limizni birgalikda chizamiz. Demak, bizga kerak bo'ladi sezgini oliy markazi chizishimiz uchun. Sezgini oliy markazi gyrus postcentralisda joylashgan edi. Gyrus postcentralisda, orqa markaziy pushtada joylashgan edi. Xo'p, gyrus postcentralisda ham xuddi precentralis singari organlardagi sezgilar bosh pastda, oyog'i yuqorida joylashgan odam shaklida edi. Ya'ni unda ham bosh, qo'l, tana, oyoq shaklida joylashar edi. Demak, bosh pastda, oyoq yuqorida. Xo'p, yana sezgi yo'llarimiz bizda ichki kapsuladan o'tadi. Ichki kapsuladan albatta o'tadi. Va sezgini po'stroq osti markazi hisoblangan talamus kerak bo'ladi. Talamus chizib olamiz. Hamda xo'p, miya ustunidan o'rta miya, ko'prik, uzunchoq miya hamda orqa miya. Xo'p, ichki organlardan hamda ekstraretseptiv terida joylashgan retseptorlardan olinadigan ta'sirlar bir xil yo'ldan o'tadi va ularni bir xil chizib olamiz shu uchun. Demak, retseptori terida, shilliq qavatlarda yoki ichki organlarda joylashgan. Xo'p, demak, bu retseptordan boshlangan ta'sir tashqi, masalan, qo'liga issiq suv to'kilib ketdi. Shuni sezishni bosh miyagacha bo'lgan yo'l bilan tanishib chiqamiz sizlar bilan. Xo'p, demak, yoki qanaqadir narsani urib olganda og'riq sezgisi qanaqa yo'l bilan bosh miya po'stlog'iga borilib, uni og'riqni darajasi, nimalar qilish kerakligi, keyin analiz sintez qilinishini sizlar bilan gaplashamiz. Xo'p, demak, masalan, choynakdan qo'liga suv to'kilib ketdi. Qo'lni terisida joylashgan retseptorlar ta'sirlanadi va ular orqa shoxdagi gangli joylashgan edi, esingizda bo'lsa. Bu gangli soxta unipolyar hujayralarni tanasi joylashgan gangli hisoblanadi. Soxta unipolyar hujayralarning dendritlari tashqaridagi joylashgan retseptorlarni hosil qiladi. Ularning aksonlari esa orqa miyani orqa shoxiga borib yakunlanadi. Xo'p, sizlar bilan biz nerv sistemasini boshida o'tgan edik. Nerv impulslari faqat bir yo'nalishda harakatlanadi. Dendrit, tana, akson shaklida. Xuddi shu joyda shu qoidani kuzatishimiz mumkin. Retseptori terida joylashgan, shilliq qavatlarda joylashgan yoki ichki organlarda joylashgan. Uning tanasi, soxta unipolyar hujayraning tanasi hamda uning aksoni. Aksoni demak, orqa miyani orqa shoxiga kelib yakunlanadi. Demak, bu birinchi neyronimiz hisoblanadi. Birinchi neyron demak, orqa teridan boshlanib, shilliq qavatlardan boshlanib, orqa miyani orqa shoxida yakunlanadi. Ikkinchi neyronimiz bilan sinaps hosil qiladi. Ikkinchi neyronning tanasi, biz eslaringizda bo'lsa, orqa miyani orqa shoxida bir qancha yadrolar, zonalar bilan tanishgan edik. U nucleus proprius cornu-posterius yadrosidan boshlanadi. Nucleus proprius cornu-posterius va zona demak spangioza, zona spangioza hamda nucleus proprius cornu-posterius yadrosidan ikkinchi neyron boshlanadi. Ikkinchi neyron demak oldingi funikusda kesishadi hamda orqa miyani
yon tizimchasidan, teskari tomondagi yon tizimchadan, yon funikulusdan yuqoriga chiqib ketadi. Endi shu joyda e'tibor qilish kerak. Bu yerda hozir oldingi yuza pastda, orqa yuza yuqorida chizilgan. Shu joyda e'tibor qilish kerak. Mana bu orqa miyani, masalan, hop, S6, S5, S4, S3 deylik. Orqa miyani S6 segmentidan, bo'yinni 6-segmentidan kirgan nerv, sezuvchi nerv, 6-segmentining orqa shoxidan kirgan nerv. Xo'p, oldingi oq bitishmadan kesishib o'tish uchun o'zini segmentidan emas, bitta ikkita yuqoridagi segmentdan kesishib yon tizimchasidan o'tib ketadi. Xo'p, shuni e'tiborga olish kerak. Yuzaki sezgida bitta ikkita yuqorisidan kesishib yon tizimcha orqali yuqoriga chiqib ketadi va sezgi yo'llari miya ustuni ham orqa tomondan o'tadi. U uzunchoq miyani orqa yuzasidan o'tadi, ko'prikning orqa yuzasidan o'tadi, tepaliklar tarafdan o'tadi hamda talamusga borib ikkinchi neyronimiz yakunlanadi. Bu ikkinchi neyron edi bizda. Xo'p, ikkinchi neyronimiz talamusni demak ventrolateral yadrolari bilan sinaps hosil qiladi. Ventrolateral yadrolarning ham biz klassifikatsiyalab aytgan edik, VPL, VPM deb, ya'ni bu yuzdagi hamda tanadagi sezgilarni ta'minlovchi yadrolar bilan sinaps hosil qiladi. Hamda talamusdan chiqib ichki kapsulani orqa oyoqchasini o'rta qismidan o'tib, hop, bu yerda bosh, qo'l, tana, oyoq shaklida joylashgan bo'lsa, demak, qo'l qismini sezgan edi, qo'l qismiga borib yakunlanadi. Qo'l qismiga borib yakunlanadi. Demak, 3-4 qavat hujayralari, bosh miyani korteksining 6 ta qavat hujayralaridan 3-4 qavat hujayralari afferent yo'llarga tegishli edi. Afferent yo'llar o'sha qavatga borib tugar edi. Xo'p, o'sha qavatga borib yakunlanadi va u yerda analiz bo'ladi. Og'riqni darajasi, og'riqni xarakteri analiz bo'ladi va u yerdan keyin presentralisga boradi. Nima qilish kerakligi analiz, sintez bo'ladi va qo'lni tortib olish kerak og'riq davom etmasligi uchun. Xo'p, demak, xulosalab olamiz. Birinchi neyron terida shilliq qavatlardagi retseptorlardan soxta unipolyar hujayralardan orqa shoxda yakunlanadi. Orqa shoxdan nucleus proprius posteriordan boshlangan ikkinchi neyron bitta ikkita yuqoridagi oq bitishmadan kesishib yon tizimchaga o'tib talamusga borib yakunlanadi. Talamusni ventrolateral yadrolardan boshlangan 3-neyron, demak, ichki kapsulani orqa oyoqchasini o'rta qismidan o'tib gyrus postcentralisga borib yakunlanadi. Xo'p, demak, bu 3 neyronli yo'limiz edi. Bu 3-neyronimiz. Xo'p, bu yo'lni endi nomlaydigan bo'lsak, mana shu joyda yozib ketaman. Tractus, ganglio, gangliondan boshlanyapti. Ganglio. Xo'p, spino, Xo'p, va bizda talamus ishtirok etyapti. Talamo hamda cortex, corticalis. Demak, tractus, ganglio, spino, talamo, corticalis. Demak, bu yuzaki sezgi edi. Ekstraretseptiv hamda intraretseptiv yo'llar sezgisi edi. Endi sizlar bilan chuqur sezgi bilan tanishamiz. Chuqur sezgini retseptorlari, demak, mushak bo'g'im paylarida joylashadi. Xo'p, demak, bizga kerak bo'ladi gyrus postcentralis. Sezgi bo'lgandan keyin gyrus postcentralis kerak bo'ladi hamda ichki kapsula. Xo'p, talamus, o'rta miya, ko'prik, uzunchoq miya hamda orqa miya. Ikkita chizib oldim, hozir ko'rasizlar sababini. Xo'p, orqa ustuni kerak bo'ladi. Orqa tizimchasi. Xo'p, demak, buning retseptorlari mushak bo'g'im paylarida joylashgan ekan.
va bu tanani yuqorisi va pastida turlicha yo'llar bilan ketadi. Demak, retseptordan boshlaymiz chizishda. Mushak, bo'g'im, pay. Mushak, bo'g'im, pay. Hop, ko'k marker yozmayapti. Asosan sezgi yo'llari adabiyotlarda ko'k rang bilan, harakat yo'llari esa qizil rang bilan chiziladi. Yozmayotganligi sababli qizil rang bilan chizaman. Hop, demak, mushak, bo'g'im, paylarda joylashgan retseptorlar tananing yuqorisida, ya'ni qo'llarda hamda tananing pastida, oyoqlarda turlicha ketadi. Hop, bu pastki qismi degani toraks 8 dan pasti, bu qismi esa toraks 8 gacha segmentda. Toraks 8 dan yuqori segmenti bir xil, toraks 8 dan pastki segmenti yana bir xil yo'l bilan ketadi. Xo'p, demak, endi mushak, bo'g'im, paylardan sezgini olgandan keyin retseptor soxta unipolyar hujayralarning tanasi, xuddi shunaqa retseptor unipolyar hujayralarning tanasi. Bizda chuqur sezgimiz orqa miyani orqa shoxiga kirmaydi. Yuzaki sezgi orqa miyani orqa shoxida tugallanar edi, eslaringizda bo'lsa. Chuqur sezgi esa orqa miyani orqa shoxiga kirmaydi. U orqa tizimchaga kiradi. Biz sizlar bilan orqa tizimchani o'tgan edik. Fasciculus gracilis hamda fasciculus cuneatus degan qismlar bor edi, tutamlar bor edi. Demak, orqa shoxga kirmaydi-da. Qo'l zonasidan kelgani fasciculus cuneatusga kirib yuqoriga ko'tariladi. Oyoqdan tanani pastki qismidan kelgani esa fasciculus gracilisga kirib yuqoriga ko'tariladi. Demak, fasciculus gracilis, fasciculus cuneatusni tushunib oldik. Fasciculus gracilisdan tanani pastki qismidagi chuqur sezgi, masalan, oyoqlardagi tizza, bo'g'im, paylardagi sezgilarimiz gracilisdan, qo'llardagi bo'g'im, paylarimizdagi sezgilar cuneatusdan yuqoriga ko'tarilar ekan. Xo'p, va bu yo'llarni avtor nomi bor. Fasciculus gracilisdan kelgani gol yo'li deyiladi. Fasciculus cuneatusdan kelgani esa burdax yo'li deyiladi. Xo'p, endi demak, biz uzunchoq miya anatomiyasida sezgi yo'llari orqa yuzadan ko'tarilyapti. Uzunchoq miya anatomiyasini orqa yuzasida mana bunaqa 4 ta do'mboqchalar bor edi. Tuberculum gracilis, tuberculum cuneatus degan do'mboqchalar bor edi. Xo'p, demak, fasciculuslardan ko'tarilayotgan yo'llar tuberculum gracilisda tugaydi. Cuneatusdan kelayotgan yo'llar esa tuberculum cuneatusga o'z impulslarini olib kelib tugaydi. Xo'p, endi e'tibor qilib turasizlar. Ikkinchi neyronimiz, bu bizda birinchi neyron edi. Sezgi yo'llari aytib o'tmoqman, bu 3 neyronli yo'ldan iborat. Hammasi 3 neyronli. Xo'p. Demak, yuzaki sezgi ham 3 neyronli edi. Demak, birinchi neyron tuberculum cuneatus hamda tuberculum gracilisda yakunlandi. Ikkinchi neyronimiz esa shu tuberculum gracilis hamda cuneatuslarda joylashgan yadrolar bor edi. Nucleus gracilis, nucleus cuneatuslar bor edi. Aynan o'sha yadrolardan boshlanadi va teskari tomondagi tuberculum gracilis va cuneatusda joylashgan yadrolardan chiqqan tolalar bilan kesishib, demak, pastga tushib, xuddi shunaqa kesishib, yuqoriga ko'tariladi. Xuddi shunaqa kesishib, yuqoriga ko'tariladi. Ya'ni, o'ng tomon chapni, chap tomon o'ngni ta'minlashi uchun. Va aynan shu joyda hosil bo'lgan tuzilma limnisticus medialis, ya'ni medial hovuzloq hisoblanadi. Biz bu bilan oldin ham tanishgan edik. Va demak, va talamusni xuddi o'sha ventrolateral yadrolarda yakunlanadi. Bu bizda ikkinchi neyron edi. Xo'p, uchinchi neyron esa talamusda joylashgan ventrolateral yadrolardan boshlanadi hamda xuddi yuzaki sezgi singari ichki kapsulani orqa oyog'ini o'rta qismidan o'tib, demak, bu oyoqni ta'minlaydigani bosh, qo'l, tana, oyoq.
oyoqni ta'minlaydigani, demak, o'zini zonasiga boradi. Qo'lni ta'minlaydigani o'zini zonasiga boradi. Shu qatori shu boshni, tanani, oyoqni ta'minlaydigan zonalar o'z zonasiga boradi. Demak, bizda chuqur sezgida hozir postcentral chizaman dedim, chunki sezgi bo'lganligi uchun, lekin bu yerda retseptorlar mushak bo'g'im paylarda joylashganligi uchun bir qism presentralisga, ya'ni harakat markaziga ham boradi. Ya'ni bir-biri bilan aloqada ishlaydi bular. Demak, chuqur sezgimiz bizda nimalarga javob beradi? Bu bizda vibratsiya sezgisiga, demak, vibratsiyani ham biz o'sha mushaklarimiz, paylarimiz, bo'g'imlarimiz yordamida sezamiz, terimiz yordamida emas. Bu bizda demak qisman taktil sezgiga javob beradi hamda tanamizni qanaqa holatda turganligiga javob beradi. Masalan, biz ko'zimizni yumgan holatda ham qo'limiz bilan burnimizni topa olamiz. Ya'ni burnimiz primerno qayerda joylashganligini biz bilamiz. Bu chuqur sezgi hisoblanadi. Tanamizni holati qanaqa holatda turganligini bilib beradigan sezgimiz, demak, chuqur sezgimiz hisoblanar ekan, proprioretseptiv sezgi. Xo'p, endi sizlar bilan biza anglashimiz qiyin bo'lgan yo'llar fleksik hamda govers yo'llari bilan tanishamiz. Anglamaydigan yo'l deyilishiga sabab bunda bosh miyaning po'stlog'i ishtirok etmaydi. Aytib o'tdik, orqa miya hamda miyacha ishtirok etadi bu yo'llarning hosil bo'lishida. Xo'p, demak, fleksik va govers yo'llari, bu yo'llarning yana bir nomi tractus spinocerebellaris posterior hamda tractus spinocerebellaris anterior yo'li. Xo'p, demak, bu yo'llar nomidan ma'lumki, orqa miya bilan miyachani bir-biri bilan bog'laydi. Demak, biz miyachani chizib olamiz. Ikkita yarim sharlari chuvalchangi hamda bizga kerak bo'ladi jismon o'zagi, nukleus dentatuslar. Xo'p, demak, tractus spinocerebellaris posterior yo'li, ya'ni fleksik yo'li. Fleksik yo'li uchun bizga miya ustuni, ko'prik, uzunchoq miya hamda orqa miya. Xo'p, demak, bularning ham retseptorlari mushak bo'g'im paylarida joylashadi. Mushak bo'g'im paylarida joylashadi. Bu sezgilar ham harakatlarni muvofiqlashtirib turishda, tana holatini anglashda yordam beradi. Qayerda turganini bilib olishda. Demak, retseptori mushak bo'g'im paylarida joylashadi va xuddi boshqa sezgilar singari tanasi, demak, soxta unipolyar hujayrada joylashadi. Soxta unipolyar hujayradan iborat bu ham. Demak, retseptori mushak bo'g'im pay hamda aksonlari orqa miyani orqa shoxida yakunlanadi. Demak, bu birinchi neyronimiz. 3 neyronli yo'l bu ham. Orqa miyani orqa shoxida, demak, bizda nukleus taraytikus degan o'zaklar bordi. Clark yadrosi derdik uni, ko'krak yadrolari. O'sha yadrolardan ikkinchi neyron boshlanadi hamda o'zi tomondagi yon ustundan yuqoriga ko'tariladi. Xo'p, o'zi tomondagi yon ustundan yuqoriga ko'tariladi hamda biz bilamiz uzunchoq, demak, miya ustuni bilan 3 juft oyoqcha yordamida bog'langan edi. Yuqorgi oyoqchalar o'rta miya bilan, o'rta oyoqchalari uni ko'prik bilan, pastki oyoqchalar esa uzunchoq miya bilan bog'lab turadi. Xuddi shu uzunchoq miyadan miyachani pastki oyoqchalari orqali miyachaga boradi va uni chuvalchangini pastki qismidagi chuvalchangni pastki korteksga borib yakunlanadi. Demak, pastki miyacha po'stlog'idan 3-neyron boshlanib, demak, o'zi tomondagi o'sha jismoniy yadroga, nukleus dentatusga borib yakunlanadi. Bu 3-neyronimiz edi bizda. Xo'p, demak, birinchi neyron soxta unipolyar hujayralardan orqa miyani orqa shoxida, ikkinchi neyron orqa shoxidagi nukleus taraytikusdan yon tizimcha orqali ko'tarilib, uzunchoq miyadan, demak, miyachani pastki oyoqchalari orqali
miyachani pastki chuvalchang po'stlog'ida yakunlanadi. 3-neyronimiz pastki chuvalchang po'stlog'idan nukleus dentatuslarga borib yakunlanadi. Endi ikkinchi yo'limiz kesishgan Govers yo'li, tractus spinocerebralis anterior. Bu uchun bizga demak o'rta miya, ko'prik, uzunchoq miya hamda orqa miya. Xo'p, bu yo'lning ham retseptorlari xuddi shunaqa mushak bo'g'im paylarida joylashadi. Mushak bo'g'im paylardan retseptorlar boshlanib, demak, orqa miyani orqa shoxida yakunlanadi. Birinchi neyronimiz. Orqa miyani orqa shoxida biz yana ko'rgan edik, oraliq qismda nukleus intermedialis lateralis hamda nukleus intermedialis medialis yadrolari bor edi. Ya'ni oraliq medial yadrosidan ikkinchi neyron boshlanadi. Ikkinchi neyron oraliq medial yadrodan boshlanib, o'zini segmentidagi oq bitishma orqali kesishib, yon tizimcha orqali yuqoriga ko'tariladi. Xo'p, endi bir qismi esa kesishmasdan yon tizimcha orqali yuqoriga ko'tariladi. Xo'p, demak, uzunchoq miyani orqa yuzasidan o'tadi, kesishgan yo'llar, kesishmagani ham o'rta miyani orqa yuzasidan o'tadi. Ko'prikni orqa yuzasidan o'tadi hamda o'rta miyani pastki tepalik sohasiga kelib kesishadi. Yana o'zi tomonga ikkinchi marta kesishib o'tadi. Demak, birinchi marta o'zini segmentdagi oq bitishmadan, oldingi oq bitishmadan kesishib, yon tizimcha orqali yuqoriga ko'tarilgan edi. O'rta miyani pastki tepalik sohasida ikkinchi marta kesishib, o'zi tomonga o'tib oladi. Hamda o'rta miyadan kesishgan va kesishmagan yo'llar miyachani yuqorgi oyoqchasi, eslaringizda bo'lsa, o'rta miya bilan tutashgan edi. Miyachani yuqorgi oyoqchasi orqali chuvalchangni po'stlog'ini yuqorgi qismida tugallanadi. Bu bizda ikkinchi neyron edi. Bu birinchisi, bu ikkinchisi. Ikkinchi neyron, demak, chuvalchangning yuqorgi po'stlog'ida yakunlandi. Xo'p, uchinchi neyronimiz esa yuqorgi chuvalchang po'stlog'idan boshlanib, demak, tishsimon o'zak nukleus dentatusga borib yakunlanadi. Demak, bu bizda 3-neyron. 3 neyronli ongsiz sezgimiz. Xo'p, ongsiz deyilishga sabab yuqorida aytib o'tdim, miya po'stlog'i ishtirok etmaydi. Bu o'zini avtomatik, masalan, burnimizni topayotgan paytimiz proprioretseptorlar yordamida bu amalga oshadi dedik. Qo'limiz boshqa joyda ketib qolsa, avtomatik ravishda biz to'g'rilab burnimizga olib boramiz. Bu yoqqa ketib qolsa ham olib borishga harakat qilamiz dastlab tana holatimiz, lekin ozgina adashish bo'lsa ham miyacha o'zi shu joyni o'zida to'g'rilab burunga olib borib qo'yadi qo'lni normal sog'lom odamda. Xo'p, demak, bu ham mushak bo'g'im paylarida joylashgan ekan va bizni tana holatimizni sezishimizda avtomatik harakatlarimizga javob berar ekan. Bugungi o'tkazuv yo'llari anatomiyasiga bag'ishlangan darsimiz shulardan iborat edi. Agar darslarimiz sizga manfaatli bo'layotgan bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.